Nima deyverasan? Nimaga gapga tushunmaysan, ha? Shuncha gapni kimga gapiryapman? Harakat qiling, oilamizga yaxshi bo'lsin deyapman. Bundan ortiq nima xohlaysan? Ertalabdan kechgacha ishlayotgan bo'lsam, ozgina sabr qil, bo'ladi hammasi. O'g'lim, ishga kechga qolmayapsanmi? Kelin bolaga qarang. Bo'ldi. Siz ham adasiga o'xshab qaysiz? Qizim, endi meni yaxshilab eshiting. Ertalabdan erni unaqa ishga kuzatmaydi. Undan ko'ra har bir ishingizda eringizni duo qilib bering. Ko'rasiz barakasini keyin. Xo'p, bo'ladi oyijon. Yarım kecha Bilan ishlaringizga rivojini bering. qaytyapti erkak o'zin oldi xasta ovozda O'zing bilan ishlaringizga rivojini bering. Adasini puli ko'p bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum ona. Yaxshi o'tiribsizmi? Ona, mashina oldim. Endi qayerga borsak, o'zimiz ham mashinada boramiz. Voy baraka top bola. Martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Yaxshi kunlaringga mingin bola. Rahmat onajon. Kelinim, tinmay nima ish qilsa ham seni duo qildi. Mana natijasi. Buni hammasini oyijonim o'rgatdilar. Vaqtimizga sog' bo'lsin. Alo. Hop. Rahmat kattakon. Oyijon, bitta kelganda qo'shaloq bo'lib kelar ekan. Ishdan telefon qilishdi. Lavozimim ko'tarib, bitta duo qiling. Qani ilohi omin. Martabang bundan ham ulug' bo'lsin. Oilangiz, meni baxtimga sog' bo'lgin bolam.